Agar o'shani 2 kun srok o'tdi ham, tamom уже allergiya beradi. Mana bizga shunaqa kunlar bo'ldiki, falshiviy kosmetik vositasi kirib kelyapti. Ishlang o'tkaring degan gaplar bo'ldi. Men aytdim, yo'q, umuman agar siz javob berasizmi, что bittasiga allergiya berib qolsa, natija bermaydi. Men ahmoq qilib nima qilaman uni masalan. Undan ko'ra zo'r narsani, effektivniy vositalarni ishlatish kerak. Chunki inson sog'ligi birinchi o'rinda qo'yiladi. Har bitta ishlab chiqarilayotgan kosmetik vositalariga propil etilin, propil parabin degan zaharli moddalari bor. Ular ko'pirtiruvchi zaharli moddalar hisoblanadi. Aslida ko'pirish kerak ham, masalan, oddiy yuvuvchi klinzerlar ham. Agar o'shani 2 kun srok o'tdi ham, tamom уже allergiya beradi. Oddiy surtmalar ham allergiya beradi. Shu uchun ham birinchi o'chiratda anatomiya, как положено, gigiyena. Yana aytib o'taman, imtihonimdan o'tmagan, topshira olmagan o'quvchini men любой bittasini yiqitib o'rganman, xafa bo'lib ketgan vrachlar bor hatto. Men sertifikat ololmadim. Qarayman, Instagram polniy falshiviy ishlardan to'lib ketgan. Shu uchun ham bu yerga shunchaki bu o'yinchoq emasda, men bilasizmi, Behruz, men mana shu uchun ham dars berishga qaror qildim-da hozirgi kunda.